Nega ko'pchilik boshlaydi-yu, oxirigacha bormaydi? Chunki ular motivatsiya bilan boshlaydi. Motivatsiya vaqtinchalik. Natijaga erishadiganlar doim intizom bilan harakat qiladi. Intizom kayfiyatga bog'liq emas. U hech qanaqangi joy tanlamaydi. Agar hozir boshlamasang, nimani yo'qotasan? Sen vaqtni yo'qotmaysan, sen o'zingni yo'qotasan. Chunki har bir o'tgan kun sen bo'lishing mumkin bo'lgan insondan seni uzoqlashtiradi. Eng yomoni bir kun kelib kech bo'ladi. Qanday qilib o'zingga ishonch hosil qilasan? Ishonch gap bilan kelmaydi. Sen o'zingga va'da berasan va uni bajarasan. Har safar va'da berganingda sen o'zingga ishonchni o'rganasan. Qachon taslim bo'lish kerak? Qachon charchasang emas, qachon qiynalsang emas, faqat bitta vaqt bor. Sen haqiqatda hammasini berganingda. Afsuski, ko'pchilik 40% da to'xtaydi. Agar bugun boshlamasang, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Asosiy muammo ham shu. Sen ertaga surasan va yana keyinga qoldirasan. Oradan 1 yil o'tadi. Savol: sen o'zgardingmi?